Tarixda har bir sananing o'z o'rni va ahamiyati bor. Xususan 1979-1989 yillarda Afg'oniston hududida bo'lib o'tgan harbiy harakatlar minglab insonlar taqdirida o'chmas iz qoldirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu urush harakatlarida respublikamizdan 3580 nafar jangchi faxriylar mardonavor ishtirok etgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida Afg'onistondagi harbiy harakatlar tugatilganligining 37 yilligi munosabati bilan keng ko'lamli tadbirlar tashkil etilmoqda. Beruniy tumanida ham ushbu sana munosabati bilan xotira tadbiri o'tkazildi. Tadbirda tuman hokimi Ikrom Xidirov ishtirok etib, Motamsaro ona haykali hamda afg'on jangchisi poyiga gulchambar qo'yildi. Qur'oni Karim tilovat qilindi. Tadbir davomida urush o'choqlarida xizmat qilgan safdoshlar o'z xotirasi bilan o'rtoqlashdilar. Afg'on urushida qatnashgan 260 nafar beruniylik aka-ukalarimiz bugun davlatimiz himoyasida, e'zoz ehtiromda. Xotira tadbiri bir piyola choy ustida baynalminal jangchilar suhbati bilan davom etdi. Samimiy muloqot, o'tmish xotiralari va bugungi tinch hayot shukronasi tadbirga alohida mazmun bag'ishladi. Shuningdek, tuman madaniyat bo'limi xushovoz xonandalari ijrosida yangragan kuy-qo'shiqlar barcha ishtirokchilarga manzur bo'ldi. Mana bugun sobiq Sovet Ittifoqi qo'shinlarining Afg'oniston territoriyasidan chiqarilganining 37-yilligi munosabati bilan bayram munosabati bilan katta uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Mana shu 37 yil ichida tumanimizdan 54 nafar faxriy vafot etganlar. Hozirgi kunda 254 ta jangchilar yashaydi Berun tumanida. Har yili tumanimiz hokimiyat tomonidan o'tkazilib bermoqda. Katta bayram sifatida nishonlanib kelmoqda. Mana bugun ham hamma faxriylarimiz uchrashuvdan xursand. Ham shu bunda uchrashuvlardan ko'pini yetkazmak nasib qilsin. Urush rasman yakunlangan bo'lsa-da, uning ruhiy zarbasi yillar davomida o'z ta'sirini saqlab kelmoqda. Inson xotirasi abadiy, mardlik va matonat esa hech qachon unutilmaydi. Zero vatan tinchligi yo'lida xizmat qilgan insonlar jasorati abadiy ehtiromga loyiq. Ushbu xabarni barcha tanishlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.